Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun Andijon viloyati Axtachidamiz. Mana bu yerda Sheralini mana bu agro jihozlar do'koni, kapilli, mana bunaqangi kasilka, har xil jihozlar, dehqonchiliklar uchun kerakli jihozlar bor. Mana hurmatli do'stlar, bu yerda dehqonchilik uchun ekin tikillar uchun mana bunday motobloklarimiz juda ham arzon narxda optim sotiladi. Bu yerda barcha o'zingizga kerakli bo'lgan jihozlar, mana dori apparatlar, dori sepadigan, vitamin sepadigan apparaturalar, mana bu benzinlisi, mana bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Barcha turdagi zajimlar, mana zajimlar ham juda ham arzon, mana simlari bilan hammasi alohida sotiladi. Mana bu simlarimiz, zanglamaydigan simlarimiz bor ekan bu yerda. Turli xil turdagi mana bunday setkalar, salqinlatuvchi setkalar. Bu haligi Xitoynikidan deydimi, nima Turkiya deydimi? Bunisi ham juda ham uzoq yilga yaraydi. Mana bunaqa ko'klari bor. Har xil turdagi ko'rishingiz mumkin. Juda ham assortimentlari juda ham boy. Mana bu mikroklimatlar uchun mana shu ko'rib turgan narsalaringizdan barchasi mavjud bu yerda. Bu yerda savdo qo'lni qo'lga tegmay savdo qilinadi. Shu bilan birgalikda bu yerda dehqonlarimizga sinovdan o'tgan, barcha dehqonlarimiz tavsiya qilayotgan o'g'it va vitamin, barcha turdagi oziqlantiruvchi dorilarimiz bu yerda mavjud. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana dori apparat, mana benzinli suv nasoslarimiz, tugli suv nasoslarimiz, mana ko'rishingiz mumkin, filtrlarimiz, barcha turdagi jihozlarimiz mavjud. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda kapelnitsa, tomchilatib sug'orish uchun ishlatiladigan sanlikli va общий universallari ham mavjud bu yerda. Bugungi kunda bu yerda to'rqlarimiz, kokoslarimiz, talafonlar, mana Sherali hoji, o'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mana shu ukamizga bemalol uchiraverasizlar. Mana assortiment cheksiz assortimentlarimiz mavjud bu yerda. Mana ruletkalar, zanjirli ruletka deysizmi, barchasidan bor. Mana xo'p, yana nimalarni ko'rsatishimiz mumkin? Mana suv nasoslarimiz, filtrlarimiz, skochlarimiz, mana bunaqa salafan. Ko'pchilik YouTube'da ko'rib nima ekan deysiz-ku, shu ana shu mashhur salafan. Mana bir tomoni oq, bir tomoni qora bo'ladi. Tayyor qulupnay barcha turdagi ekinlarimizni ekishimiz mumkin. Mana bu qora tomonini yerga qaratamiz, oq tomoni tepaga qarab qoladi. Shunda quyoshning nuri, issiqligi qaytib ketadi. Quyoshdan tushayotgan nurlar yerga kiradi. Mana bu yer bunisi o'tni chiqarmaslik uchun qo'yiladi. Mana bu jihozimiz 8 ga 8 stakanlarimizni to'ldirish uchun ishlatiladi bu. Mana bittalab solib o'tirmaysizda, bemalol mana ramkalari bor. 8 ga 8 niki ham bor. Mana bu 12 ga 12 kilo. Mana bu 8 ga 8 niki. Mana shu yerga stakanlarni qo'yamiz. Yerga qo'yib turib, stakanni qo'yib, buni shunday yopamiz. Ustidan torfmi, biogomusmi tashlaymiz, o'z-o'zidan stakanlarga tushaveradi. Bir paytda tezroq ish bajarish deyiladi bunda. Mana bu yerda mana shilanglarimiz bor. Mana shilanglarimiz katta trassalarga qo'yiladigan mana bunaqangi shilanglarimiz ham bor ekan. Mana salafonlarimiz, ventilyatorlar, mana mumkin. Bu yerda kapelnilarni barcha turdagisi
Peyda mavjud. Hozirda bu kapelligimiz boshqa turdagidan ekan bu. Mana ko'rishingiz mumkin. Xohlagan turingizdagi kapelliklar bor. Turetskiy deysizmi? Boshqa deysizmi? Barchasidan mavjud mana. Ukalarimiz astoydil ishlayotishibdi. Qalay, charchamayapsizlarmi uka? Ishlar bo'lyaptimi? Savdolar yaxshimi? Yashanglar. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunday katta joy. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta. Bu yerda asosiy muomalani qilaveradigan Tohir aka. Bir narsa deb qo'ying. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mana shu insonga uchrasangiz 1 minutda 3 kishining ishini qilib qo'yarlar. Gap yo'q. Xudo xolasa mana Aka orqaga o'tasiz. Mirza Abdulla degan yigit bor. Buyuraverasizlar do'stlar. Kuzatishda davom eting. Barcha turda kastalar bor hozircha. Bemalol tashrif buyuraverasizlar do'stlar. Ana issiqqina tandirdan uzilgan deydimi? Ha, hidi ham keladi. Mana behisob to'rfmi, agroperlitmi, vermikulitmi, kokosmi, mana bunaqangi motoblogmi kelaverasizlar mana. Kokoslarimiz ham optim narxda, barcha narsamiz optim narxda mana. Kokos yaxshi. Mana kokoslar. Bemalol tashrif buyuraverasizlar. Respublika bo'yicha optim narxda aka. Tortinmay behijolat kelaverasizlar. Bu jaqqa javob aka bizda. Optim narxda kelishib berilaveradi. Hammasi arzon. Ha, yashanglar, charchamanglar. Do'stlar, ko'pchilik qidiradigan jihozlar barchasi mana shu ekan. Men hozir hayron qoldim. Shaybani turudan ham bor ekan. Motorollarda mana bunaqangi motorlari ham bor uni. hamma narsasi bor ekan mana. Mana bunaqa uradiganlar o'zlari tayyorlab berar ekan haliga. Agatingizga kichkina agat bo'lmayapti-ku ko'pchilikda. Shunaqalarni ham hamma narsani o'zlari hozir yasayapti ekan. Ana, ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Like, podpiska tugmalarini bosib, kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz.